Telegram kanalimga kirib, obuna bo'lib, hech kimni unutamang. Sizlarga FIFAdagi eng legendarniy narsani nasl beraman. Deagle'da sakrab bitta urishni o'rgataman. Chitterlar bunaqalar xolos. Deagle'da bitta sakrashgacha turishni o'rgataman. Agar sizlarga ham hozir hammaga yo'qsam xuddi shunday videolar chiqarsam xohlasalaring kanalimga obuna bo'linglar. Sizlarga xuddi manikidaqa mana. Oching birat oching. Xuddi shunaqa. Sizlarga yana sirli narsani o'rgataman. Bilmaydiganlar uchun. Xo'p, qaranglar. Men tekraslar mana bunaqadan ochiladi-yu. Ochilgandan keyin shu qismga kirib, qaranglar. Ko'ringlar. Ochib ko'rib ko'rsalaring. Mana xuddi mana bunaqa narsalar bo'ladi. Mana bunaqa ancha bo'ladi. Hozir mana boshlasizlar. Ichidan quticha chiqadi. Sandiqni olganlaringdan keyin sandiq chiqadi. Sandiqni olib bo'lib, men tekraslar chest degan o'ziga. Chest tekraslar yashilga kirsalaring, sizlarga men ochib o'rgataman. Mana bunday deb open chest degan yozib turadi. Shuni bossalaring, ochiladi. Shunday qilib, agar xuddi shunaqa videolar kerak bo'lsa va xuddi shunaqa skilllar mana. Qalalarga mana xuddi shunaqa skinchalar mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, mana yettita, sakkizta, mana xuddi shunaqalar. Zakrikatsiya mana. Bu O'lchiga bu xuddi shunaqa. Bunaqalar kerak bo'lsa mana. Xuddi mana bir xil mansalarga. Bunaqalar o'ynab, obuna bo'lsalaring kanalga. Sizlarga bulardan badarkalar jo'nataman Stickwardan. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan bugun